Salom do'stlar, sizlar bilan Common PUBG kanali. Bugungi rolikda sizlar bilan TDM taktikalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni nima? TDMda qanday to'g'ri harakat qilish, ya'ni qayerdan qanday chiqish va qanday harakatlar qilish. Buni ko'rib chiqamiz. Buning uchun sizlarga 406 qanday yig'ishlarni ko'rsatib o'tib ketaman. O'tgan videodagi ko'rsatlaring pastga jo'natib qo'yaman. Zalyut ko'tarish va zavaga chiqishlar, like va podpiskalarni bosib qo'yinglar o'shanga. Kanal yangi, o'shanga qaddishga qo'yinglar. Qani bo'lmasam sizlarga o'shani ko'rsataman. Xo'sh akalar, bu yerda qanaqa taktikalar nima degan? TDM taktikalar sizlarga, ya'ni opitlaring ko'p bo'lsa, TDMda kartasi shunchalik zo'r bilish kerak. Ya'ni qayerdan qanaqa otishadi, qayerdan nima chiqadi. Birinchi taktika shu yerda konteyner bilan daraxtda bo'ladi. Ya'ni bu yerda tiklashib turganyapsizlar, mana tiklab odam bor bu yerda, igrok bor. Ya'ni bu yerda sakrab o'tasizlar, odam bilmaydi. O'tganlarini otib turaveradi. Keyin bitta otib tashlaysiz-da, qaranglar. Jonini kamaytirganlardan keyin har doim u daraxt orqasiga liboy igrok bo'lib oladi. Mana kallasi bu yerda turganda har otasizlar. Shunda u qayerdan otyapti? Kallasiga yemaydi. Agar opiti bor igrok bo'lmasa, buni bilmaydi ham. Xo'sh, akalar, ikkinchi taktika korobka yonida bo'ladi. Ya'ni sizlarga alaydigan korobka yetdimi? Bu yerda mana hit qilish imkoniyati ko'proqda. Bu yerda o'q ham o'tadi yaxshi. Yaxshi o'q otadi. Bu yerda hit qilish imkoniyati katta. Ikkinchi taktika shu yerda. Ya'ni ikkinchi slotda ko'proq o'ynash kerak. Ikkinchi slot osonroq. Ya'ni uchinchi taktikani ko'rib chiqamiz. Hozir narigi bazada bo'ladi. Bu ham ancha qo'l beradi, lekin bu bilasizlar, ko'p odam mana shu butkaga chiqib, bazalarni chiqib, nervlarni buzar ko'pincha. Bu yerda doim igrok turadi har doim. Piklashyapsizlar, igrok yoki push qilyapti, sizlarga rush qilyapti. Joni kam sizniki. Bu yaxshi ko'ryapman, endi iPad bo'lmaganligi sababli oyoq bilan ja ko'rinmayapti igrok. Sizlarda iPad bo'lsa, yaqqol ko'rsatib beradi. Xo'sh, bu yerda nima qilasizlar? Igrok turibdi. Mana bu yerda ko'p narsa bo'lmaydi. Igrok konteyner butkaga chiqolmaydi. Sizlar buni ko'rib turibsizlar-da, kutib olyapsizlar. Mana bitta shak berasiz, baqib o'tib olinglar. Keyin 5 soniyada shak berib, baqib o'tib bo'ldi. U shu sizlarda bo'lsa o'zi push qiladi. Mana bu yerda turibdi. Igrok sizlarga ko'rinadi. Push qilish shart emas. Bitta aldab baqib o'tib olib, flash push qilish shart emas mana. Agar bu yerda konteynerga chiqayotgan bo'lsa, agar bu yerda odam bo'lsa, pushda bunday qilmaysizlar keyin. Bu yerda bemalol qo'yasizlar. Keyin har doim bor-ku, igrok vop o'ng tarafdan push qilish kerak. Uni qanday push qilish kerak? Pushda bunday qilish kerak. Igrok sizlarga bunday push qilayotgan bo'lsa, sizlarga boshqacha ko'rinadi. Akalar, bugungi video shundan iborat edi. Kanalga like va obunani bosib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar akalar.